Mo'minning eng zo'rini aytaylikmi? Tafakkurdan tinmaydi mo'min. Shunchaki o'tkazib yormaydi har bitta epizodni. Shunchaki lavhalarni o'tkazib yormaydi. Oldan chiqayotgan har bir narsaga tafakkur bilan qaraydi. Ordan chiqayotgan har bir detalga, elementga, mavjudot, mahluqotga tafakkur bilan qaraydi. Hozir odamlar, mo'minlar, musulmonlar bolasiga tafakkur bilan qaramaydi. Bu bola nimaga tug'ildi? Nimaga katta bo'lyapti? Ertaga kim bo'ladi bu bola? Ertaga menga foydasi tegadimi? Yo'q, tafakkur qilmaydi. Ha desa pulni top. Ha desa bozorga bor. Ha desa unga bor, bunga bor. Tafakkurchi. Atrofga qarashchi. Bekordan bekorga yaratilmaganimizni tushunishchi. Shu qoloqlikka qarab ketyapti-da. Biz qoloq o'qimasligimiz kerak ekanda, Alloh bekordan bekorga yaratmadim men bularni. Qarang, bu gumon bekordan bekorga yaratdi degan gumon, bu kofirlarning gumoni. Ey mo'minlar, sizlar unaqa gumon qilmang. Osmoni, yerga, o'zingizga, atrofga, ularning orasidagi barcha narsaga tafakkur bilan qarab, Alloh azza va jallani taning. Yana takror aytamiz, buni faqatgina hozir zamonaviylashib ketayotgan ilmlar bilan taniymiz. Osongina